Avvaliga restoranga kirib bordim. O'zimcha kimnidir kutib o'tirgandek o'tirdim. Keyin u menga shirinlik yubordi. Birpas o'tirsam, o'zi ham yetib keldi. Tavba. Erkak kishilar yosh bolaga o'xshaydilar. Bittada ilintirdim. Siz usta farang bo'lib ketgansiz. Hali eringizga tegib olib, hamma narsasini o'zimniki qilaman. Uy, dacha, mashinalar. Anavi Toshkent City'dagi uylari shunaqa yoqdi. Rasmlarini ko'rdim. Menga bergan va'dangiz esingizda? Ay, opa, albatta esimda. Sizga Darxondagi 3 xonalik uyni va trekkerni beramiz. Men hali qaysi uyni olishni aytmadim sizga. Ha, o'zi qachon qonuniy ajrashasiz?